Assalomu alaykum qadrli YouTube, Instagram, Telegram kanal kuzatuvchilarimiz. Mana grill apparatimizni qanotchalarni soladigan setkamiz. Mana bu. Mana bu joyi buraladi. Qanotcha soladigan setkamiz mana bu. Mana bu joyi ochiladi-da. Qanotcha, son, oyoqlar terib setkamiz yopilib, bunisi ham kelasi ham bitta narsa ochiladi. Ketdi. Bu joyga qanotcha teriladi. Hozir sizga grill apparati ichiga solib ko'rsatamiz. Grillga sixta o'rniga qo'yiladi. Hop, grill apparatimiz mana. Hozir mana bu sixta o'rnalariga mana bu six turibdi-yu. O'sha sixta o'rnalariga sizga qo'yib, aylantirib, obzorni qilib ko'rsatib beramiz. Mana qo'yib oldik. Setkalarimiz mana bu joyga kiradi mana. Mana bu joyga bosh taraf kiradi, bu yoqqa kiradi. Endi sizga hozir buni yoqib ko'rsatamiz. Aylanishlarini o'zingiz ko'rib baho berasiz. Qo'yib oldik, endi yoqib ko'rsatamiz. Uchinchisini tepaga qo'ysa ham bo'ladi. Bizda faqat setkamiz tayyorligi uchun ikkita setkada ko'rsatyapman. Ko'ryapsiz, to'rtkiga tentlar qo'yilgan. Mana shu holatda bo'ladi. Setka qo'yilib, qanotcha teriladi bu yoqqa. Qanotcha setkalarimiz mana bu joylardan ochiladi. Ko'ryapsiz, bemalol aylanib pishirishlari xudo xolasa grill apparatimizniki bo'ladi. Mana shu qanotchalar uchun setkamiz hisoblanadi. Grill apparatimiz o'zi mana bu. Grill apparatimizni tushunmaydiganlar uchun yana bir tushuntirib o'tamiz. Qo'ydik, aylanadi. Mana bunisi, mana grill apparatimizning yuqori teniniki. Bu tepadagi tenniki. Bu ikki xil dizaynda ishlab chiqaramiz. Yuqoridagisi sal dizayni boshqacha, lekin sifati bir xil. Bunda yo'q jihoz bunda bor, bunda yo'q. Ikkalasiga ham bir xil mahsulot ishlatiladi. Xullas, mana bu yuqori tenniki, bu o'rtadagi tenniki, bunisi esa pastdagi tenniki. Mana bu motorcha hamda svetniki. Bu tegidagi bo'lsa gazniki. Mana bu joyga yog'lari tushadi, teshiklari bor. Yog'lari qayerdan tushadi deydigan klientlarimiz uchun sifatini eng zo'ri mustahkam qilib yasaymiz. Sifatlarga keladigan bo'lsak, xudo xolasa sifatlarga garantiya beriladi, tentlarga garantiya beriladi. Turetskiy motorchalar qo'yib ishlanadi. Mana bu sixni o'rniga qanotcha pishiraman deydiganlar uchun bemalol setkalar alohida hisoblanadi. Hozir bu kunda mana klientlarimiz zakaz bergan ikkita setkaga klientimizga chiqarib olamiz. Setkasiga alohida zakaz beriladi. Zakaz asosida yasab beramiz. 3-4 kun davom etadi. Shu yasab beramiz. 3-4 kun ichida mijozimiz zakaz bersa yasab beramiz. Ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlari orqali bog'lansangiz, biz sizga qolgan ma'lumotlarni, boshqa sizni qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Narx-navolarini chiroyli kelishilgan narxda qo'lingizga yetkazib beramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.